Shahar ichki ishlar boshqarmasidanmiz. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan 8-fevral kuni o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirlar natijasida Namangan shahar Sardoba mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro o'z yashash xonadonida moddiy manfaat evaziga tavakkalchilikka asoslangan kartalarga pul tikish orqali qimor o'yinlarini tashkil etib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Tadbir davomida 7 nafar qimor o'ynayotgan shaxslar tomonidan o'yin uchun tikilgan 10.540.000 so'm pul va 50 AQSh dollari hamda xonadon egasidan qimorxona tashkil etib berganligi uchun berilgan 200.000 so'm pullar va 14 pachka kartalar bayonnoma asosida daliliy ashyo sifatida olinib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Mazkur holat bo'yicha Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.